Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Qur'anda kile turan, ham Qur'anda gina түгел, Arab tilinde de kile turan tag'in bir qoida deyik, u t marbutni deb atalaydi. Biz endi öğrenip ketganik bit harflaridan. Agar da mana bu shundayroq formada harf kelsa harfi bo'ladi deb endi yoki anda so'zga yolg'onib oxirdan shunday ravishda kelsa h harfi bo'ladi deydik. Shulay bit. Ham endi yilmaygan smaylik bo'lsa ikki nuqtali bu t harfi bo'ladi deydik, yumshoqqina. Ham arab tilida mana shunday tag'in bir qoida bor. Agar da mana shu h harfini ikki ustuna nuqta ustala ekan, u bizni h tugul t harfini aylana. Masalan, mana shu shunday. Bu bizning t. Ham ul aytilayni tam arbut deb yurtilar. Mana bu alfavitga Arab alfavitine kirmay, amma da lekin ushuluq t harflaridan sanala. Ham mana bu so'zning masalan xotin-qiz jinsidan bo'lganini ko'rsatadi. Masalan, yoziq biz xotin-qiz ismin Aishaymi? Aisha. Nima? Aisha. Bu agar da so'zga yolg'onib ketsa Aishatu deb ketaydi masalan. Bunda harakalar o'zgaradi mumkin. Lekin so'z oxirinda endi bu t harfi bizning o'qilmay, u bizning o'qila h debgina. Hamla bu ko'rsatda xotin-qiz jinsini. Agar da tam arbutda kira ekan shu shunday t formasi endi u ko'rsatda bu xotin-qiz jinsida bo'lgan so'z. İrad jinsine tam arbutda kirmay. Shuning mana o'zinchaligi bor. Hozir biz ana kitobdan olib endi tag'in misollar bilan tag'in da nig'tirmiz. Muallim Sani kitobida u bizning baylangan tam arbutda deb kelar. Hamda da yozilgan, mana qarang. Azizatun. Bu bizning demak shu shunday tam arbutda h ikki nuqtali t bo'lib kelar. Azizatun. Lekin oyat oxirinda yoki shu so'zda tutuq deymiz ekan, u bizning endi t harfi bo'ludan chiqa ham h aylana. Aziza masalan. Masalan Faridatun bu bizning narsa t harfini aylandi, lekin bunda t yozilmaydi. Xotin-qiz jinsida bo'lash u bizning bunday t marbutda aylana. T marbutda Hamidatun. Odatda bu t harfi Hamidatun, Sa'idatun, Shahidatun, Jamilatun, Halimatun, Salimatun, Sharifatun, Naimatun. Yani narsa degan so'z bunda anglatgan edi. Masalan, Marratun. Narsa degan so'z Marratun. Karratun, Karratun. Hurratun, Hurratun. Yani mana bu tamarbutda t bo'luni anglatadi. Masalan, shulay mushafni ochib tag'in nig'tirish misollar qarab ketik. Oxirinda endi u h-ga aylanganini anglab nig'tirish. Masalan, Humaza surasini olsak, bunda ko'ramiz tamarbutlar shulay bit. Humazatin lumaza. Hamramda ko'ramiz vaylul likulli humazatil. Ne t bo'lib o'qilar shulay bit. Humaza h bo'lib o'qilmay. Ne uchun? Chunki tamarbutda ul so'zning o'rtasida kelganda t bo'lib o'qilar. Humazatil. Hamramda oyat oxirinda kelar. Biz aytdik bitni bu tamarbutda t bo'lib o'qiladi shulay bit. Lumazatin bo'lar etish bitni. Humazatil lumazatin. Lekin shunday qoida bor. Tamarbutda agarda so'z oxirinda kelar ekan yoki shunda to'xtaymiz ekan oyat oxirinda kelsa-da u bizning h harfini aylana. Waylul likulli humazatil lumazah. Bu tanvinda inda yo'qashiga bu tamarbutda t harfida yo'qashiga u bizning h ga aylana. Shundaymi? Shundan so'ng ketdik masalan kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamati bo'larga tesh bitin. Tamarbutda bizning t harfini almashtiradi dedik. Shulay bit ham ul xotin-qiz jinsini ko'rsatadi. Lekin oyat oxirinda kelgach, u bizning h ga aylana. So'zning
уртасында килә икән инде, ул вакытта безнең нәрсә була? Т булып укыла менә һумазин. Менә монда да хутама дип бетә. Муқада. Шуннан афида белән бетә. Шулаймы? Мусада белән бетә. Монда аят уртасында килгәч, ул безнең Т булып үзе укыла инде. Шуннан соң карыйк, мәсәлән, Фил сүрәсендә тармихим бихиҗаратим. Монда тармихим хиҗара. Әгәр дә без туктыйбыз икән бит инде, хыгайләнмә, ләкин дәвам итеп китәбез икән, һәм сүз уртасында килә бит инде, тоташтырып укыйбыз икән, ул безнең Т булып укыла. Бихиҗаратим, хиҗаратим Т белән укыла. Мин сиҗил фаҗалам каасфин маккул. Аят ахырында нәрсә дидек? Хыгайләнә дидек. Та марбут тыйны күрсәтә хатын-кыз җинесенә һәм Т хәрефен алмаштыра дип инде. Аят ахырында хыгайләнә. Шушындый гына кыска гына кагыйдә Куръанда килә торган. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагъфирука ва атубу илейк.